Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Toshkent viloyati Bekobod tumani Xos qishlog'ida metallonlar narxlari, metallonlar hammasi kilogramga aytiladi. Armatura, truba, shveller, ugolnik, profil hamma narsa bor mana. Nihoyatda ko'p. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 kilogrammi 7,5 ming so'mdan ko'proq olganga narxi tushib beriladi. Listlarni ko'rsatamiz. Bu yerda mana katta hajmdagi profillarimiz, hozir listlarni ko'rsatamiz. Mana azizlar, listlarimiz hammasi kiloga aytiladi. 7,5 ming so'mdan ko'proq olinganga yana narxi tushib berilaveradi. Pastda telefon raqamlarimiz, murojaat qilishingiz mumkin telefon raqamlarimizga, hattoki bochkalar, apalfkalargacha bor. Eshiklarimiz ham, reshotkalarimiz ham hammasi kiloga hisoblanadi. Bu yoqda qalin bo'lgan listlarimiz bor. Qalin bo'lgan listlarimiz ham o'sha kilogramga uriladi. Hammasi profillar, reshotkalar hammalari kilogramga uriladi. Kimga kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.